tushuntiryapmiz hozir. Qaranglar, Kirgilida Pelikandan zo'rdan topib qo'yganmiz. Novostroyga. Shuna kirasiz, короче, chabani to'g'lab olib yashaverasiz. 53 kvadratdan oshiq 2 xonali kvartiramiz. Narxini 25 ming baholayapmiz. Kelishadigan xonasi bor. O mana ko'rsatib qo'yganing ideal sarpodi 3-etaji. Bu ideal sarpo ham o'zimizga qarashli. O'sha 3 etajli domda 3-etaji, короче, kak kvartira qilib yuborganlar tepalarni. Pastki raqamli telefon baraka qilamiz. Mana Pelikan bozori, mana Pelikan bozorining oldida, Kirgilida. Novostroyga 25 ming kami bor deyapmiz. Bu tomoni ATSga chiqib ketasiz. Ba'lari уже yana sekin tushishni boshlayapti. Maytdan urganingizda eski Evis bor edi. Katta yo'lni bo'yida kirish xoti nari tomondan kirasiz. Domda orqasidan kiriladi, oldidan kirib bo'lmaydi. Orqa ponni o'sha hammaning bunaqasi domlari orqadan kiriladi. Pastki raqamlar barakaga 25 ming deyapmiz. Kelishadigan xonasi bor. Tem bo'lib Novostroyga kelgan, tem bo'lib 3-etajda. Просто taka telefon qilinglar. Sizlarga mana shunaqa chiroyli chiqarishda davom etamiz. Like, kommentariya, podpiska tashlasangiz esdan chiqmasin. Pastki raqamlarga telefon qilaverasizlar.